avliyolar va solih bandalar ruhiga bag'ishlaymiz. Ya Alloh, bugungi jonli efirimizga kirib, tinglab, qo'llab-quvvatlab turgan barcha mo'min musulmonlardan rozi bo'lgin. Ularning oilalariga, farzandlariga, rizqlariga va ishlariga baraka ato etgin. Duolarini qabul qilgin, maqsadlariga yetkazgin. Ya Robbim, ushbu tilovat savobidan ularning o'tgan ota-onalariga, qarindoshlari va barcha marhumlari ham o'lish nasib etgin. Shuningdek, bugungi tilovatda umidvor bo'lib turgan, duoga muhtoj bo'lgan barcha marhum mo'min va mo'minalarning ruhlarini shod etgin. Qabrlarini jannat bog'laridan bir bog' aylagin. Ya Robbim, Ashuro kuni hurmati bilan gunohlarimizni mag'firat qilgin, qalblarimizni Qur'on bilan yoritgin. Bemorlarga shifo, qarzdorlarga najot, g'amginlarga farojat va muhtojlarga kenglik ato etgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Va sallallohu alayhi sayyidina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Valhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bugungi Ashura kuni barchamizga birdek muborak bo'lsin. Allohim bugungi qilgan ibodatlarimizni, duolarimizni o'z dargohiga qabul qilsin. Bugungi qiladigan savoblarimiz, tutgan ro'zalarimiz, ibodatlarimiz barchasi o'tgan bir yillik gunohlarimizni ajr savobini kaforati bo'lsin.